A book, a teacher, an apple, an arm, an idea. Mana shu an'lar ingliz tilida o'zi nimaga ishlatiladi? Shuni bilasizmi? Agar bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring, an qayoqda nimaga qo'yilishini to'liq tushunib olasiz. Xo'p, endi biz birinchi bo'lib turib o'zbek tilida ot so'z nimaligini bilib olishimiz kerak. Ibrohim, bizga otni nima keragi bor? O'zbek tilini nima qilamiz? Ingliz tilini o'rganyapmiz-ku deyishingiz mumkin, lekin siz otni nimaligini tushunmasdan turib, ni qo'ya olmaysiz. Xo'p, ot bu nima? Yuguradigan hayvon emas. Ot bu kim nima savoliga javob beradigan so'zlar. Nimalar ekan? So'zlar. Hamma ko'rayotgan narsamiz shu so'z. Misol uchun yo'l, ko'cha, mashina, telefon, odam, ayol, eshik. Nima eshik? Kim ayol? Kim ota? Kim uka? Nima yo'l? Nima ko'cha? Nima uy? Nima telefon? Ko'ryapsizmi? Mana shu hammasi ot ekan. Siz bularni bilardingiz, prosta otga kirishini bilmasdingiz. Bu grammatikada, qoidada ot deyiladi bu so'zlar. Nima deyilar ekan? Ot. Men sizga yana bitta misol keltiraman. Misol uchun chiroyli. Ko'rasizmi? Qanaqa degan savolga javob beradi. Qanaqa desa chiroyli deymiz. Kim kelibdi desa, anaqa hakim kelibdi yoki ikkita bola kelibdi yoki nima sotib olding desa, telefon sotib oldim, go'sht sotib oldim, suv sotib oldim deymiz. Ko'ryapsizmi? Mana savol beryapmiz. Nima olding? Yoki kim nima qildi? Demoqchi bo'lsa, odam keldi yoki ayol keldi. Shunda bular ot hisoblanadi. Endi en ham otlarga qo'yiladi. Nimaga qo'yilar ekan en? Otlarga. Endi biza birinchi harfni unli undoshini bilib olishimiz kerak. Harf. Qarang, harf bizga nimaga kerak? En qo'yamiz o'zi. Yoki en qo'yishimiz kerak. Endi shuni tanlaymiz, qayerga qo'yishimizni. Harf ikkiga bo'linadi. Nechaga bo'linar ekan? Ikkiga. Birinchisi unli. Qaytaring. A, E, I, U, O. Bulardan tashqari qolgan hammasi undosh. Nima ekan? Hammasi undosh. B, P, R, S, T, K, M, N, K, mana shularning hammasi undosh bo'ladi. Siz faqat unlini yodlasangiz bo'ldi. Mana shuni yodlab oling, bo'ldi. Qaytaring. A, E, I, U, O. Endi bu nimaga kerak bizga? Qarang, sizga qoidani tushuntiraman. Agar mana shu so'zni birinchi harfi, ot so'zi birinchi harfi unli bo'lsa, n qo'yamiz. Qaytaring. An apple. An apple. Mana birinchi harfi a, to'g'rimi? A bormi bu yerda? Bor. Demak, n qo'yamiz. Keyingisi enemy. Qaytaring. Enemy. Birinchi harfi nima? E. Bormi bu yerda? Bor. Demak, yana n qo'yamiz. Qaytaring. An enemy. An enemy. Nimaga en qo'yishimizni keyin tushuntiraman. Keyingisi idea yoki ideya. I harfi. Bormi bu yerda yo'qmi? Bor ekan, demak n qo'yamiz. Qaytaring. An idea. An enemy. An apple. Tushundingizmi? Unli bilan boshlansa, demak n qo'yar ekanmiz undan oldin. Endi unli bilan boshlanmasa, oddiygina a ni qo'yamiz. Deb o'qiladi. Qaytaring. A boy. A boy. B bilan boshlanyapti mana so'zni birinchi harfi. So'zni birinchi harfi B bilan boshlanyapti. B bu yerda bormi? Yo'q, demak undosh deyiladi. Mana shu unli undoshni tushunib olishingiz kerak yaxshilab. Qaytaring keyingisini. Mana toy, T harfi. Unlimi? Yo'q, undosh. Undosh bo'lsa nima qo'yamiz? Qo'yamiz. Qaytaring. A toy. Friend. O'rtoq degani. Birinchi harfi nima? F. F unlimi? Yo'q, unli emas. Nima bu? Undosh. F demak undosh bo'lsa a qo'yamiz. Qaytaring. A friend emas, a friend. Qaytaring. A friend. Keyingisi guy, guy yoki. Birinchi harfi nima? G. G harfi unli emas. Demak nima ekan? Undosh. Nima qo'yamiz? A guy. Qaytaring. A guy. A guy. Shunda undoshlardan oldin har doim qo'yar ekanmiz. Mana bu narsa sizni adashtirmasligi uchun buni o'chirib qo'yaman. Shunda so'z unli bilan boshlansa n, agar undosh bilan boshlansa O'qiyman, qaytarasiz.
An apple. An enemy. An idea. Ovozni chiqarib qaytaring. Keyingisi a boy. A toy. A friend. A guy. Hop, bular ot so'zi edi. Ot so'ziga qo'yamiz faqat. Hop. Mana bu olma degani nima? Olma. Bu dushman odam. Bu fikr. Nima fikr? Kim? Bola. Nima? O'yinchoq. Kim? O'rtoq. Kim? Yigit. Ko'ryapsizmi? Kim nima savoliga javob bo'lyapti. Sifatlarga qo'yib yurmaysiz yana. Chiroyli degan so'zga, beautiful degan yoki aqlli, smart degani. A smart, a beautiful degan narsa yo'q, chunki ular ot emas. Ot so'ziga qo'yiladi faqat. Nima so'ziga qo'yilar ekan? Ot so'ziga qo'yasiz en ni faqat. Buni ma'nosi nima degani desangiz, en ni tarjimasi bitta degani. Misol uchun o'rtog'im keldi. O'rtoq nechta? Bitta, to'g'rimi? Inglizlar o'rtog'im keldi deydi. Yoki sanda kitob bormi demoqchi bo'lsa, sanda kitob bormi deydi. En ni qo'yadi. Kitob bitta-yu, to'g'rimi? Sanda kitob bormi? Nechta kitob so'rayapti? Bitta kitob bormi deyapti. Yoki magazinda non bormi? Magazindan non olaman. Nima olaman? Non. Nechta? Bitta. Nonlar olaman desam, o'sha ko'payadi. Yoki 5 ta non olaman desam, o'sha ko'payyapti. Ko'pligi hisoblanmaydi. Bu faqat bitta dona bo'lsa, ni prosta qo'yadi inglizlar. Ularning odati shunaqa. Bitta dona narsa bo'lsa, ni qo'yib qo'yadi. Bitta degani tarjimasi nima ekan? Bitta. Xo'p, misol uchun an apple, olma, to'g'rimi? Nechta olma? Bitta de, endi biz bitta olma deymiz, lekin inglizlar bitta olma deydi. An apple, qaytaring. An apple. Keyingisi bola. A boy degani bola, bolakay. Bitta bola demaymiz-ku, biz bola desa o'z bittaligini bilamiz. Endi bolalar desa ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Inglizlarda a boy qo'yadi. Endi misol uchun uni ko'plik qilaman desa, mana bolalar demoqchimiz, to'g'rimi? Bolalar demoqchi bo'lsak, s qo'shib qo'yadi. Mana boys qaytaring, boys. Ko'plik bo'lib qolgani uchun mana bu tushadi endi. Chunki ko'plik-yu. Qaytaring, boys. Endi bitta bola demoqchi bo'lsa, prosta bola s-ni oladi, a boy deydi. S'ini qo'yib qo'yadi. Qo'yish kerak nima bo'lsa ham, shunaqa sal g'alatiroq. Nimagaligini bilmayman. Nimaga deyotgan bo'lsangiz, o'shanga deb o'tib ketasiz. Boshqa javobi yo'q. Hop. Hozir men qochgandan keyin buni yozib olasiz. Ingliz tilini o'rganayotgan tanishingizga jo'natib qo'ying videoni, tagiga like qo'ying va videoni qayerdan ko'rayotganingizni pastga yozing. Va sizga dars yoqdimi, yo'qmi, shuni ham ayting. Agar siz ingliz tilini noldan bemalol gaplashishgacha va chet elda borib turib yasha oladigan darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda onlayn kursimni o'rganing. Bu kurs kimlar uchun? Chet elda yashayotganlar yoki chet elga borib turib yashamoqchi bo'lganlar yoki chet elni sayohat qilmoqchi bo'lganlar uchun. O'quvchi talabalar uchun emas bu kurs. Bu kurs tugatganingizda siz restoranda, ko'chada yoki xohlagan joyingizda bemalol gapirishni o'rganasiz va tushuna olasiz ingliz tilini. Kursni tugatganingizda. Kurs 5 oyga mo'ljallangan. Agar siz ham ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, unda pastda saytimga kiring va o'sha saytimdan kursni sotib oling. Tekin emas, pulli bo'ladi yoki shu nomerga Telegramdan kurs deb yozsangiz, sizga qanaqa bo'lishini, videosi bilan to'lov qanaqa qilinishini jo'natib qo'yamiz. Shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan kurs deb yozing. Bu darsni ko'rib tushungan bo'lsangiz, endi bu videoyimga kiring. Bu yerda shu darsni davomi bor. O'sha yerdan davom ettirib ketaverasiz. Ibrohim aka, men ingliz tilini noldan faqat gaplash uchun o'rganmoqchiman. Sizda shunga mos kursingiz bormi? Faqat gaplash uchun o'zi o'rgansa bo'ladimi? Anu bir xil grammatika qiyin qoidalarni o'tmasdan, yozib o'tirmasdan o'rgansa bo'ladimi desiz? Meni 3 oylik gaplashish kursim bor. Yaqinda chiqqan. Noldan harfdan boshlab o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi. 2-3 darsdan o'sha gapirishni ham o'rganasiz, gapirishni boshlaysiz. Shuning uchun shu kursimni olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing. Bu 30 ta darslik 3 oylik kurs bo'ladi. Gaplashish kursi. U qanaqa bo'ladi? Tayyor onlayn kursdan o'rganasiz. Kurs olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar chiqadi va birinchi darsdan ketma-ketida o'rganasiz. Yozib o'tirishingiz shart emas, faqat ko'rib o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi aytganimdek.
Qanaqa bo'ladi unda yozmasam desangiz, sizga lug'at beraman 20 ta 30 ta, har 3 ta 4 ta darsda. O'shani yodlaysiz va ular bilan mashq qilasiz, gaplashishni o'rganamiz. Gapirishni o'rganganingizdan keyin eng kerakli va muhim bo'lgan inglizcha narsalarni gapira olasiz. Faqat eng kerakli muhimlarini. Hech qanaqa daraja bo'lmaydi, bu 0 dan. Bu kurs ko'proq kimga mos? Chet elga ketmoqchi bo'lgan yoki chet elda yashaydi, yoki truck driver yoki chet elda ish qiladi, inglizini bilmaydi. Rosa qiynalib ketyapti. Nechidir oydan beri, nechidir yildan beri balki inglizini o'rgana olmayotgandir, o'rgangisi kelib turib, unga o'ziga mos kurs bo'lmayotgandir, chiqmayotgandir. O'shalar uchun mana shu kursimiz mos. Shu kursdan o'rganing va xudo xohlasa 3 oyda ingliz tilida gapirib ketasiz. Misol uchun men bu yoqqa borishni xohlayman. Mana bu narsa sizga kerakmi? Bu sizda bormi? Ha, menda bu bor. Mana shu hamma narsani o'rganasiz. Men ish qilgani ketyapman yoki men 5 kundan keyin kelaman. Men hozir 2 soatdan keyin boraman. Mana shunaqa narsalarni o'rganasiz. Mana shu hamma aytgan narsalarimni shu 3 oylik kurs gaplash kursida o'rganib ola olasiz. Shuning uchun olg'a 2026-yilda ingliz tilida gapirib keting. Ko'plik deb nomlanadi. Ingliz tilida qanaqa turib ko'plikni yasashni o'rganamiz. Xo'p, birinchi darsda biz alifboni o'tgandik, ingliz tilidagi harflarni qanaqa o'qilishini. Ikkinchi darsda bo'lsa e bilan n nimaligini tushuntirgandim. Endi 3-darsda ko'plikni o'tamiz. Xo'p. Esingizda bo'lsa bir dona kitob demoqchi bo'lsak, e-book bo'lardi. Endi kitoblar qilmoqchi bo'lsak, books bo'ladi. Books. Qaytaringlar. Books. Bor yo'g'i book so'ziga, kitob so'ziga s qo'shib qo'yamiz. Kitoblar bo'lib qoldi. Mana qizilda belgilab qo'yganman. Books, kitoblar. E-book bo'lsa bir dona kitob. Keyingisi a car, mashina degani. A car. Qaytaringlar. A car, mashina. Ko'plik qilmoqchi bo'lsak qanaqa bo'ladi? Cars. Cars. Oddiygina car so'ziga s ni qo'shib qo'ydik. Shu bilan tarjimasi mashinalar bo'lib qoldi ko'plikda. Keyingisi an apple. An apple, olma degani. An apple. Olmalar bo'lsa apples. Apples. Qaytaringlar. Apples. Xo'p, endi yana bitta boshdan o'qiymiz. Kitob, a book. Kitoblar bo'lsa books. Mashina, a car. Mashinalar bo'lsa cars. S qo'shdik. Olma, an apple. Olmalar bo'lsa apples. Hozir sizlar yozmay turasizlar, faqatgina videoni ko'ringlar. Men sizlarga videoni pauza qilib turib yozinglar degan paytimda daftaringizga yozib olasizlar. Xo'p, endi keyingi misollarni ko'ramiz. Bu yoqda 6 ta so'z berganman. Mana shu so'zlarni siz ko'plik qilib berasiz. Birinchi oldin u so'zlarni o'qib olaylik. Nima so'zlar ekan? Game. Qaytaring siz ham ketimdan ovozingizni baland chiqarib. Game. O'yin. Lesson. Dars. Boy, bola. Teacher. Qaytaring. Teacher. Ustoz. Student. Student. O'quvchi yoki talaba. Girl. Girl. Qaranglar, girl deb yoziladi, lekin girl deb o'qiymiz. Girl. Uni hali harflarni, so'zlarni, inglizcha so'zlarni o'qish darsida tushuntirib beraman keyingi videolarda. Girl, qiz bola degani. Xo'p, endi mana o'yin so'zi game. O'yinlar qilib bering menga. O'yinlar inglizchada qanaqa bo'ladi? O'yinlar demoqchi bo'lsak, game, games. O'yinlar bo'ldi. Dars, lesson degani. Darslar demoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Lessons degan bo'lsangiz to'g'ri, s qo'shamiz bor yo'q. Lessons, darslar bo'lib qoldi. Bola, boy, bolalar demoqchi bo'lsak, boys, bolalar bo'ldi. O'g'il bolalar nazarda tutilyapti. Uzr. Bolalar. Ustoz, teacher. Ustozlar qilib bering menga.
teacher ko'pligi teachers, ustozlar bo'ldi. O'quvchi student, o'quvchilar qilib bering. Students. Girl, qiz bola. Qiz bolalar demoqchi bo'lsak qanaqa bo'ladi? Girls. Qizlar. Qani endi bitta boshdan o'qiymiz. Games, lessons, boys, teachers, students, girls. Ana endi biza ko'plikni yasashni bilib oldik. Birlik bilan ko'plikni tushundik. Esingizda bo'lsa, bilan n faqatgina ot so'zlar uchun ishlatiladi degandim. Ot so'zlari nima edi? Kim va nima savoliga javob beradigan so'zlar. Kim va nima savoliga javob beradigan so'zlar. Kim va nima? Misol uchun mashina, olma, kitob, dars, o'yin, bolalar, qiz bola, o'g'il bola, ustoz, o'quvchi, uy, shularga o'xshagan narsa. Xo'p, endi qanday va qanaqa savolga javob beradigan so'zlar bular sifat bo'lardi esingizda bo'lsa, sifatga chiroyli, pakana, uzun, katta, ko'p, kam degan so'zlar kiradi. Qanaqa desa kichkina, qanaqa katta, qanaqa uzun, qanaqa boy, qanaqa oddiy, shunga o'xshagan so'zlar. Misol uchun yana bitta so'zni olaylik, shularga o'xshagan. Hop, katta degan so'zni olamiz mana bu yerda. Big. Katta degani. Katta. Buni biz s qo'sha olmaymiz, big qila olmaymiz bunga. Agar s qo'shadigan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi, chunki kattalar bo'lmaydi. Katta odamlar bo'lishi mumkin. Odamlar. Lekin uni hozir keyin o'tamiz. Xo'p, buni tushungan bo'lsangiz, endi hozircha yozmay turing, men faqat tushuntiraman, o'zim aytaman sizga qachon yozishingizni. Bu tarafga o'tamiz. Endi bu yoqda mana buni o'qiymiz. Bus. Bus. Avtobus degani. Bus. Avtobusga oddiygina s-ni qo'shadigan bo'lsak, bus bo'lib qoladi. Bus. Birlik bilan ko'plikni hech qanaqa farqi bo'lmay qoladi. Bitta avtobusni gapiryaptimi yoki ko'p avtobusni gapiryaptimi? Mana busga oddiygina s-ni qo'shib qo'yinglar. Yana bus bo'lib turaveradi o'qiyotganimizda. Shuning uchun inglizlar bu yoqda s qo'shishga qaror qilgan. S. Buses. Buses avtobuslar bo'lib qoldi. Buses. Shunga bus so'zi oxirida kelgan harfi s bo'lsa, shunga o'xshagan yana 6 ta harf bor, общий. Shu 6 ta harfni bilib olsanglar bo'ldi, hammasiga s qo'shib yuborasizlar. Misol uchun birinchisi bus, buses, avtobus, avtobuslar bo'ldi. Keyingisi boss, boss qaytaring, xo'jayin degani, boss degani. Bunga ham s-ni oddiy qo'shib qo'yadigan bo'lsa, boss bo'lib turaveradi. Shuning uchun s qo'shilgan. Bosses, bosses, xo'jayinlar. Ikkita s bo'lsa ham s qo'shiladi. Keyingisi wish, wish. Wishga ham s qo'shiladi. Wishes, wish, wishes. Tilak degani, tarjimasini hozir o'qiganimizdan keyin yozib beraman. Keyingisi box, box. Bu anu sport turi emas, box. Bu korobka degani, korobka. Ko'pligi boxes, boxes. X kelsa ham oxirida so'zni s qo'shiladi. Keyingisi potato, potato qaytaringlar. Potato, potatoes. Potatoes ko'pligi. Kartoshka, kartoshkalar. Keyingisi soat. Watch, watch. Qaytaringlar, watch. Soat degani ko'pligi soatlar bo'lsa, watches, watches. Xo'p, tushundinglarmi? Birinchisi avtobus. Avtobus.
bus ko'pligi buses, avtobuslar. Keyingisi boss xo'jayin degani. Xo'jayin ko'pligi bosses. Keyingisi wish tilak degani. Olovuddinni kinosini yoki multfilmni ko'rgan bo'lsak, "Sani 3 ta tilaging bor" deydi. O'shanda Jin wishes, "You have 3 wishes" deydi. Sani 3 ta tilaging bor. Wishes tilaklar. Box korobka. Korobka ko'pligi boxes. Boxes korobkalar. Potato qaytaringlar. Potato kartoshka ko'pligi potatoes. Potatoes mana es qo'shilgan, qizil rangda yozib chiqqanman, es qo'shilgan. Keyingisi watch. Watch soat degani, ko'pligi watches, soatlar. Bu qo'l soat ham kiradi. Watchga ham devorda osilib turadigan soat ham watch bo'ladi inglizchada. Tushundinglarmi? Xo'p, bulardan tashqari mana tagida yana ikkita dona so'z yozib qo'yganman. Ularga ham s qo'shiladi asli. Faqatgina mana birinchi so'z thief. Qaytarilib ketimmi? Thief. O'g'ri degani thief. Bu thief so'zi oxiri ko'plik qilmoqchi bo'lsangiz, agar f ga tugasa, u v ga aylanib qoladi, keyin s qo'shiladi. Misol uchun mana thief o'g'ri, thieves, thieves o'g'rilar. Talaffuzda ham thief deb tursangiz, bitta dona o'g'ri chiqadi. Agar ko'plik qilaman desangiz, thieves, thieves. O'zi talaffuzda ham v bo'lib qo'ygani uchun inglizda ham v ni yozib qo'yishgan shundoq. Xo'p, keyingisi baby, baby. Bunda ham y ni qizilda qilib qo'yganman, mana belgilayman. Chunki bu y ko'plik qilayotganda i ga aylanib qoladi. Baby chaqaloq, chaqaloqlar bo'lsa babies, babies. Mana bu s bo'lsa, bu o'sha mana tepadagi s'lar ko'plikni bildiradigan. Xo'p, tarjimasini yozaman. Thief, thieves. O'g'ri, mana bu yerga yozaman. O'g'ri. Baby bo'lsa chaqaloq, chaqaloqni tagiga yozib qolaman. Chaqaloq. Chaqaloqlar bo'lsa babies. Tushundingizmi? Ko'plik yasayotganimizda hamma so'zlarga s qo'shiladi. Faqatgina mana bu so'zni oxiri s, ikkita s, sh, x, o, ch ga tugagan so'zlarga bo'lsa s qo'shiladi. Yana so'zni oxiri f yoki y ga tugagan so'zlarga ham s qo'shiladi. Faqat bitta joyda o'zgarish bo'ladi. Uni sizlarga tushuntirdim. Ko'plik haqida bilishinglar kerak bo'lgan narsa hozircha shu. Shuning uchun hozir sizlar videoni pauza qilasizlar. Aytganimdan keyin daftaringizga mana shu ketma-ketlikda bularni ko'chirib olasizlar. Faqat mana bu tepasiga yozib qo'ying. Mana buni so'z deb tasavvur qilamiz. S qo'shiladi ko'plik qilish uchun. Mana bu yerga bo'lsa s deb yozib qo'yaman. Ko'plik qilish uchun mana shu so'zlarga qo'shiladi. Xo'p, agar siz hozirgina aytganlarimni, tushuntirganlarimni videoni pauza qilib turib yozib olgan bo'lsangiz, endi ko'plikni mustasno so'zlariga o'tamiz. Mustasno degani o'sha s bilan s ga o'xshamaydigan so'zlar. Misol uchun person deylik. Person qaytaringlar. Person odam degani. Agar bunga ko'plik qilmoqchi bo'lsangiz, men sizga tushuntirganimda persons bo'lish kerak edi. Persons. Shunda odamlar bo'lish kerak edi tarjimasi. Lekin 7-8 ta mustasno so'zlar bor. Ularni ko'pligi s qo'shilib yasalmaydi. Boshqaroq yasaladi. Misol uchun person odam bo'lsa, people odamlar degani. Person'ni ko'pligi people bo'ladi. Tushundingizmi? Nimaga o'shanaqa desangiz, javobi o'shanga. Xo'p, inglizchada o'zi shunaqa. Shuning uchun o'shanga. Hech qanaqa savollarsiz, buni faqatgina yodlab olish orqali bilib olamiz. Person odam bo'lsa, people odamlar. Keyingisi child, qaytaringlar. Child yosh bola degani. Children bo'lsa, yosh bolalar, ya'ni bolalar.
Erkak man, erkaklar bo'lsa, u ham men bo'ladi. Faqatgina mana bu yerda a turibdi. A ni ko'rsangiz bitta erkak degani, e ni ko'rsangiz ko'p erkaklar degani. Xo'p, endi og'zakida gaplashayotganda u men desa, u bitta erkak haqida gapiryaptimi yoki ko'p erkak haqida gapiryaptimi? Buni siz qayoqdan bilasiz? Agar gapda men deb ishlatsa, men deb nima degani edi? Bitta dona degani. Bitta erkak haqida gapirayotgan bo'ladi. Agar ni ko'rmasangiz, значит ko'p erkaklar haqida gapirayotgan bo'ladi. Keyingisi woman qaytaringlar. Woman ayol degani, ayol kishi. Ko'pligi qaranglar. Bu ham man so'zida a ni o'rniga turibdi bu yerda. Faqat o'qilishi buni boshqaroq. Women bo'ladi. Women ko'pligi. Bitta ayol woman, ayollar bo'lsa women. Women qaytaringlar. Women. Tish, tooth, tooth. Tishlar bo'lsa teeth, teeth. Bu tooth bilan teeth mana ikkita o bilan ikkita kelganda o'qilishi keyingi talaffuz darslarimda ko'rsangiz bo'ladi. Yaqinda ular ham chiqadi videolari. Keyingisi oyoq. Foot, oyoqlar bo'lsa feet. Baliq, fish, ko'pligi ham fish. Hech nima o'zgarmagan. Qo'y, sheep, qo'ylar bo'lsa, u ham sheep bo'ladi. Oxirgisi sichqon, mouse, sichqonlar mice. Mice qaytaringlar. Mouse, mice. Mickey Mouse ko'rsanglar, Mickey Mouse deb yozgan. Mickey sichqon. Tushundinglarmi? Bu so'zlar faqatgina mustasno so'zlar hisoblanadi. Bularni hozir daftaringizga shunday yozib olasizlar. Yodlaysizlar ko'pligini person, odam, people, odamlar. Juda ko'p ishlatiladigan so'z. Mam children ham, bolalar. Bu ham rasm ko'p ishlatiladi. Shuning uchun hozir sizlar videoni pauza qilib yozib olasizlar. Faqat undan oldin bitta narsani tushuntirmoqchi edim. Boya aytish esimdan chiqib qoldi. Baby. Ko'pligi babies, to'g'rimi? Mana bilan bilan almashib qoladi. Ni o'rniga bo'lib qoladi ko'plikda dedim. Mustasno so'zlar ham bor. Toy, o'yinchoq degani, boy, o'g'il bola degani. Bularni ko'pligi oddiygina s ni qo'shish bilan yasaladi. Toys, boys. Xo'p, nimaga desanglar javobi o'shanga. Buni men ham bilmayman to'g'risi, inglizchada shunaqa. Toy o'yinchoq, o'yinchoq. Boy bo'lsa bola, o'g'il bola. Baby chaqaloq, bilasiz buni. Shu bilan videoni hozir pauza qilasiz va bularni ko'chirib olasiz. Keyin yana ko'rishamiz. Ibrohim aka, men ingliz tilini noldan faqat gaplash uchun o'rganmoqchiman. Sizda shunga mos kursingiz bormi? Faqat gaplash uchun o'zi o'rgansa bo'ladimi? Anu bir xil grammatika qiyin qoidalarni o'tmasdan, yozib o'tirmasdan o'rgansa bo'ladimi desiz? Meni 3 oylik gaplashish kursim bor. Yaqinda chiqqan. Noldan harfdan boshlab o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi. 2-3 darsdan o'sha gapirishni ham o'rganasiz, gapirishni boshlaysiz. Shuning uchun shu kursimni olish uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan gaplashish deb yozing. Bu 30 ta darslik 3 oylik kurs bo'ladi. Gaplashish kursi. U qanaqa bo'ladi? Tayyor onlayn kursdan o'rganasiz. Kurs olganingizdan keyin sizga sayt bilan parol beramiz. Saytga kirib parol yozsangiz darslar chiqadi va birinchi darsdan ketma-ketida o'rganasiz. Yozib o'tirishingiz shart emas, faqat ko'rib o'rganasiz. To'g'ri o'qish ham bo'ladi aytganimdek. Qanaqa bo'ladi unda yozmasam desangiz, sizga lug'at beraman 20 ta 30 ta, har 3 ta 4 ta darsda. O'shani yodlaysiz va ular bilan mashq qilasiz, gaplashishni o'rganamiz. Gaplashishni, gapirishni o'rganganingizdan keyin eng kerakli va muhim bo'lgan inglizcha narsalarni gapira olasiz. Faqat eng kerakli muhimlarini. Hech qanaqa daraja-paraja bo'lmaydi. Bu noldan. Bu kurs ko'proq kimga mos? Chet elga ketmoqchi bo'lgan yoki chet elda yashaydi, yoki truck driver yoki chet elda ish qiladi, inglizini bilmaydi. Rosa qiynalib ketyapti. Nechidir oydan beri, nechidir yildan beri balki inglizini o'rgana olmayotgandir. O'rgangisi kelib turib, unga o'ziga mos kurs
bo'lmayotgandir, chiqmayotgandir, o'shalar uchun mana shu kursimiz mos. Shu kursdan o'rganing va Xudo xohlasa 3 oyda ingliz tilida gapirib ketasiz. Misol uchun, men bu yoqqa borishni xohlayman, mana bu narsa sizga kerakmi? Bu sizda bormi? Ha, menda bu bor. Mana shu hamma narsani o'rganasiz. Men ish qilgani ketyapman yoki men 5 kundan keyin kelaman. Men hozir 2 soatdan keyin boraman. Mana shunaqa narsalarni o'rganasiz. Mana shu hamma aytgan narsalarimni shu 3 oylik kurs, gaplash kursida o'rganib ola olasiz. Shuning uchun olg'a 2026-yilda ingliz tilida gapirib keting.